Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz jamoadoshlar. Mana bugun qiyomatli ustozimiz umrlarini mana shu xalqimizni yosh avlodiga ta'lim tarbiya berishga sarf qilgan ustozimiz Eshik ustozi to'y kunlar ekan. Tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Nasib bo'lsa 100 yoshda yuzlash yurganda ham mana shunday davra o'tirib nishonlash nasib qilsin. Hayot har xil beriladi, kimgadir qisqa, kimgadir uzun. Biz bemalol hech ikkilanmasdan, qo'rqmasdan ayta olamiz, sizni yashab o'tgan shu paytgacha umringiz biz yoshlarga, ko'pchilikka o'rnak bo'la oladi. Bugungi taqdirimiz muborak bo'lsin avvalambor. Davramiz chiroyli davom etmoqda. Mana chiroyli video tasvirlarga muhrlanib boryapti. Bugungi bayram qo'shaloq bayramlar. Mana shu boya aytdilar. Mehmon bo'lgan chaqalog'imiz ham katta farzandlar bo'lsin. O'zizga o'xshagan yaxshi insonlar bo'lsin. Shu nima deydi, anavi boy bo'lish oson, mansabdor bo'lish oson, lekin xalq uchun kerakli bo'lish, kerakli inson bo'lish juda qiyin. Siz yillar davomida xalq uchun kerakli bo'lgansiz. Shuning uchun mana shu kichkina mehmonga ham shuni tilab qolamiz. Ilohim sizning yo'llaringizni bersin. Doimo mana shu xalqimizni yuragidan, ko'ngildan chuqur joy olib yuravering, charchamang. Yuqori ekan 100 yoshda ham ana shunday ishlar o'tiraylik. Bugungi bayramga, tug'ilgunga o'zgacha bir shukur bag'ishlash uchun, ko'tarinki kayfiyat bag'ishlash uchun shogirdlaringizdan biri mana shu xalqimizni, qishlog'imizga yaxshi kunlarda xizmat qilib kelayotgan, o'zlarining chiroyli dardlari bilan, xonishlari bilan, jonli ijrolari bilan, eng asosiysi ko'pchilikni mehriga, e'tiboriga sazovor bo'lib kelayotgan hurmatli akamiz saytiga tashrif berganlar. Hozir chiroyli kuy qo'shiqlarini eshitish uchun navbatni mana shu akamizga beramizda. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Davramizni davom ettiramiz. Keling o'tirgan sizlarga. Tabriklaymiz.